Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, o'zimiz xaridorlari. Bu kuz fasli, qish fasli uchun original lampochkalardan kelib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin, LED lampochkalarni zerikkan insonlarga original germanskiy lampochkalarni tavsiya qilamiz. Bularimiz videoni oxirigacha ko'ring. Kaysiyalar sifati bo'yicha ma'lumotni berib o'tamiz. Bularimiz birinchi effekt berishi tuman, yomg'irlarda yo'lni yoritishga yaxshi effekt beradi. Yomg'ir tumanlarda yo'l chizig'ini ajratib beradi. Ledlar tumanlarda yaxshi yo'rita olmagan nisbatan bular ancha effekt zo'r beradi. Bundan Amerikanka faralarga bor, jentira, hashitda razm tushadigan hamma mashinaga bor. Meksika Lasetti Zoytsko faralarga tushadi. Avanta shunaqa inomarka mashinalarga ham bor, o'sran vermasang sifati zo'r. Keyin H4 razmerlarimiz bor. Bu ham H4 lampochka tushadigan hamma mashinaga tushadi. Yo'ritishi ham o'qish yo'ritadi. Palasa bo'lib yo'ritib beradi, o'zini oldi ko'zini lupalanchiga qo'yilsa. Keyin shunaqa sifatli lampochkalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.